Eng zo'r joyi digish station joyi, mazasiga baho beramiz. Zalga chiqishda men ham boshladim. Bugun shu proteindan sizlarga zo'r kokteyl tayyorlab beramiz. Sizlarga AOT brendiga tegishli 6 talik blender kerak bo'ladi. Bu haqida videoni oxirida batafsil ma'lumot berib o'taman. Protein kerak bo'ladi, 2 dona banan, asal kerak bo'ladi va premium suvlar kerak bo'ladi. Eng zo'r joyi digish station joyi, mazasiga baho beramiz. Voshshi, ta'miga gap yo'q. Qisqasini aytganda, bugundan zalga chiqishni boshlaydi. Aytgancha, hozir blenderimiz haqida to'liqroq ma'lumot beraman. Bu blenderimizda 6 xil nasatkasi bo'ladi. Blender, go'sht, piyoz, ko'katlar, 100 gram, 200 gram go'shtlar uchun chopperi. Chopperlar ham juda udobniy bo'ladi, tepasidan tashab tursanglar bo'ladi. Sabzavotlar uchun tyorkasi bor, 2 xil. Mayda shaklda, kattaroq somoncha shaklda to'g'raydigan tyorkasi bo'ladi. Mikseri bo'ladi. Blenderimizda asosiy joyi keladigan bo'lsak, pichog'i titanga o'tmas bo'lmaydi. Motor qismi ulanadigan joylariga e'tibor qilsanglar, temirli bo'ladi. Bemalol bizga murojaat qilasizlar, pastdagi nomerlarga butun O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 520 ming so'm turadi.